हेलो उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान के आर्म रेसलिंग चैंपियन असद अका के साथ पंजा। Aka, assalomu alaykum. Men sizni eshitganman, o'zbek tilini bilasiz deb eshitganman aka. Haqiqatan rostmi? Albatta rost. 100% bilasizmi o'zbekcha? Xudoga shukr, yaxshi bilaman. Aka, O'zbekistonga qanday kelib qolgansiz va nima ish qilasiz? Birinchi Hindistonda tibbiyot sohasida ko'plab O'zbekistonning, O'rta Osiyoning o'zbek tili biladiganlarga yordam bergan edim. Keyin sekin-sekin o'zbek tilini ham o'rganish uchun O'zbekistonga kelib havas qilgan edim. Baribir ustozlar, yana tanishlar bilan tavsiya beradigan yana bitta iltimos sizlar bilan. Men Farg'ona shahrida turib, tibbiyot sohasida ham shug'ullanaman. Hindistonga olib borib muolaja olish uchun yordam beraman. Yana bitta muhim narsa sizlar uchun o'zbek tili ona tilingiz. Men uchun o'zbek tili ona tilimdek. Shunday Xudo xohlasa men ham dunyo bo'lib o'zbek tilini rivojlantirish uchun hissa qo'shmoqchiman. Sog' salomat bo'ling. Молодец. Akaga savollaring bo'lsa, xohlagan savolingni bersalaring, kommentariyaga yozsalaring, akam o'zi bitta javob berib chiqasiz, to'g'rimi? Albatta. Akaga bitta like, bitta podpishka qilib yuborasizlar. Hindistonlik akamiz O'zbekistonga kelib, mana yagona bloger hindistonlik men tanigan.